Xibeylik Boztulpar Lu Jinyining nima uchun Subuyda nomli asardagi birinchi palvon Di Gao Shou deydi. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olib filmning davomiga diqqat qilinglar. Bu yerda Xibeylik Boztulpar Lu Jinyi Subuyda nomli asariga qarasak intayin mukammal tasvirlangan. Uningki ot ustidagi jingi, nayza, qilish, o'qya, piyoda har qaysi joylarda to'liq kamolatga yetgan bir palvon. Shuning uchun el ichida keng nomi tarqalgan bir odam. Oldingi sonda degan Sunjang Wuyunglarning bu Lu Jinyiga kuyuzishga bir sabab, buning o'sha alam jihatga maharatining ustunligidan el orasidagi obro'yining yuqoriligi tufaylidan bularning kuyuzishi bir sabab bo'lgan. Yana uning saptuzi, qo'shin tashkillash, rahbarlik qilish iqtidori va mijozdagi savrchanlik hamma jihatda eng mukammal holatda tasvirlangan. Lu Jinyining bu maharatining yuqoriligiga Shivingongni tutgan shu voqealikni bayon qilsaqlar yetib oshirdi. Yerki Shivingong Liangshan ko'lki 108 palvon emas, butkul Subuyda nomli asardagi oldingi 5 ning ichiga kiradigan eng qaltis botir bir sarkarda. Shivingong, Linchong, Lu Jinyi uchi bir ustozdan chiqqan hamsaboqlar. Shivingongga qarasak, endi Chaogay qo'shin tortib kelgan vaqtimizda bir o'qya bilan Chaogayning jinni oldi. Keyin qisos ilishga kelgan qo'shin bilan tutishqa vaqtning o'zidimi Liangshan ko'ldagi 5 yo'lbos sangunning biri oldin qatordagi sangun Chimmin chiqib bu Shivingong bilan tutishdi. Biroq 20 marta tutishmay turiblar, Chimmin bu yerda yorinib otdan chiqib o'lgil tas qoldi. Bu Chimmin 108 palvonning ichida oldingi 5 ning ichida bor intan yaramliq botir sarkarda Huarong bilan Xoyanjo bilan tutishibmi, yengish ayrilmagan. Biroq Shivingong bilan jang qilgan vaqtda 20 marta tutishmaylar o'lgil tas qoldi. Endi bu Chimminning ojizligi emas, balki Shivingongning intayin qaltisligi, maharatining noyib ustunligida. Biroq bu Shivingongning endi Lu Jinyi bilan bo'lgan tutishiga qarasak, bir qancha marta tutishmaylar yengildi, o'lgil tas qoldi. Lu Jinyi bu Shivingongni noyib osonli yengib oldi. Demak, Lu Jinyining bu alam maharatining qanchalik ustunligini mush jangda ko'rib olsak bo'ldi. Keyin yana bu Liangshan ko'li bilan Liaogo o'tirsidagi jangga vaqtning o'zida Lu Jinyi o'z yolg'iz Liaogoning 4 yo'lbos botir ekan sangun bilan o'z yolg'iz tutishib, birisini naqmayda o'ltirib, qolgan 3i qo'rqib qechikdi. Endi ham yana bu Subuyda nomli asariga qarasak, bu yerda biz yoqtiradigan botirlardan mayli Linchong deymiz, Lu Jishin deymiz, Xoyanjo deymiz, hammasining raqibi bor. Yani hammasining bir 50 martadan 100 martadan urushib, yengish ayrılmagan düşe olur bak. Mesela Linchong bilan Yangjimi tutuşup yengish ayrılmagan. Fakat şu Lu Jinyiningla bundaq raqibi yo'q. Lu Jinyi bilan hech kim hatto 20 martadan ortiqni tutishib bakmagan. Lu Jinyi har qanday bir dushmanni 10 martadan ichida chuqum yer ishlatib kelgan. Shuning uchun bu alam jihatda Lu Jinyi Subuyda nomli asardagi Di Gao Shou alam jihatdagi eng qaltis palvon shu Lu Jinyi. Endi har qanday bir odamning bir ortiqchiligi bilan kamchiligim tam buldi. Shunami? Lu Jinyining endi bir ezib ketgani shu vaqtda shu Wuyungning tikosiga dastlab ketganligida. Bo'lmasa bu asarda Lu Jinyining alam emas, qalam odamiylik jihatdan boshqa ezib ketgan yerimi qat'iy yo'q. Endi bu yerda Lu Jinyini Chaogay o'lib ketgandan keyin taqayib chiqdi. Lu Jinyi Chaogayni ko'rib maqmagan tursa, nima uchun Chaogayning qisosini olishga bu Lu Jinyini olib chiqdi? Bu nima uchun Chaogayning qisosini olish uchun Shivingongni o'ldirdi? Buningda zodi nima maqsad bor? Nima uchun Chaogayning o'limidan keyin Sunjang Lu Jinyini olib chiqmoqchi bo'ldi? Chaogayni zat Shivingong o'ltirganmi yoki bunda Sunjangning qo'li bormi? Chaogayni zat kim qasdildi? Bu mazmun qiziqadigan do'stlarga ostidagi Haytunjido degan ulanmaga Chaogayning 20 minutlik mazmunini esib qo'ydim. Meni ko'njoq bo'lgandan keyin faqat 1-3 degan pullik setil mangu anglay olasizlar. Rahmat.